hamma buxgalter xato qiladi. Hamma buxgalter o'zini darajasida xato qiladi. Masalan, deylik, yangi ishga kirgan buxgalterlarimiz счет fakturada bitta nom bilan kelyapti tovarda, ular отгрузка qilayotgan paytda realizatsiyada uni boshqa nom bilan chiqarib yuborishyapti. Masalan, deylik, oddiy o'sha kelayotgan tovari seriya nomerlari bo'lishi mumkin, razmerlari bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni ko'rsatishmayapti-da, nima qilibdi, bu ham shu tovar-ku deyapti. Vaholanki ertaga soliqchi kelib tekshiradigan bo'lsa, ular пересортиtsiyaga qarashyapti-da. Soliqchiga mana shu пересортitsiyani tushuntirish uchun bizaga asos topilmay qolyapti. Sababi qo'lidagi o'sha realizator, buxgalter shu fakturani shakllantirgan bo'lyapti. Mana shunaqa holat deylik, yangi ishlayotgan buxgalterlarimizda bo'ladi. Katta buxgalterlarimizda bo'ladigan xatoni aytadigan bo'lsak, ular stressovый holatda, masalan, hisobot topshirishadi yoki stressovый holatda deylik pul jo'natadi. Masalan, men bu narsani juda ham yaxshi tushunaman, to'g'ri tushunaman-da. Bizani hozir buxgalterlarimizda nagruzka juda ham katta. O'zi ham kaznachi pulni o'zi chiqaradi, ham o'zi taqsimlaydi, masalan, hisobotini topshiradi, счет faktura qiladi. Mana shunaqa paytda u asabiylashsa yoki bo'lmasam o'sha deylik oilaviy holatdan ham kelib chiqib, ular o'sha stressovый holatda hisobot topshirgan paytida xato kamchiliklarga yo'l qo'yishadi.